Bugungi video roligimizda bo'ladigan modellar Asus VivoBook 16 variantidan, Lenovo IdeaPad 3 Slim variantidan, HP Victus 15 modelidan, Lenovo X160 IdeaPad 5 modelidan va HP'da ekrani sensorli HP 15 variantidan va Asus ExpertBook videomizda kelib beradigan model HP Victus 15 modellaridan bo'ladi. Nimaga bu videomizda ikkita bir xil HP Victus modellari bo'lishini video davomida ko'radigan bo'lsanglar, albatta farqlariga borasiz. Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari hamda YouTube kanalimiz obunachilari. Hozir ko'rgan notebooklarda bugungi video roligimizda to'liq obzorlari, narxlari, kimlar uchun to'g'ri kelishi va sizlarga eng yoqadigan joyi unboxinglari bo'lib o'tadi. Eslatib o'taman, hozir ko'rgan notebooklar yangi 1 yil garantiyali non-aktiv holatida sizlar bilan ko'p vaqtingizni olmagan holda birin-ketin obzorlarimizni boshlaymiz. Obzorimizni birinchi bo'lib Asus VivoBook 16 modelidan boshlaymiz. Notebookimiz yangi. Sizlar uchun ochib ko'rsatamiz. Ko'pchilik Asus VivoBookning ichidan nima chiqadi, to'g'ri, любой notebookning ichidan nima chiqadi degan savol bo'ladigan bo'lsa, mana shu videomiz javob bo'ladi. Birinchi o'rinda notebookimiz o'zi chiqadi, shunaqa yumshoq matoga o'ralgan bo'ladi. Keyingi o'rinda notebookimizni zaryadkasi kelib chiqadi. Xo'p, zaryadkasi ikkita qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi kabeli, ikkinchisi blok pitaniyasi bo'ladi. Uchinchi o'rinda notebookning dokumentatsiyasi kelib chiqadi. Ko'pchilik buni qanaqadir muhim dokument deb o'ylaydi. O'zi aslida hech qanaqa muhim dokument emas. Qanaqa ishlatish, qanday yoqish, qanday o'chirish, shunaqa tutoriallarda o'rgatadigan dokument. Umumiy olganda umumiy hamma notebookning ichidan shu narsalar kelib chiqadi. Notebookimizga o'tamiz. Notebookimiz shunaqa silver rangda bo'ladi. To'liq oliy premium plastmassalardan foydalanilgan yangi non-aktivligini qanday bilsak bo'ladi? Notebookni yoqqanimizda yonmaydi. Qachonki notebookni zaryadga yetganimizdan keyin shunda notebook yonadi. Sizlar bilan to'liq bu notebookda qanaqa konfiguratsiya, qanaqa parametr birin-ketin tanishib o'tamiz. Notebookimizda 16 dyuymli Full HD IPS displeylar joylashtirilgan. Qo'shimchalarga keladigan bo'lsak, xo'p, notebookimizda podsetka klaviaturasi bor, ya'ni klaviaturasi yonadi 3 xil rejimda. Bundan tashqari barmoq izi skaneri joylashtirilgan. Notebookimizning boshqa notebooklardan farqlari, bu notebookda antibakterial korpus joylashtirilgan, ya'ni ozgina ushlasanglar odatiy notebooklarga o'xshab dog' bo'lib ketmaydi. Ya'ni qalin dog' bo'lib ketmaydi. Bilsanglar, любой notebookda masalan, qaysi notebook masalan shu ProArt modelini ko'rsatib o'taman. Mana o'sha ozgina ushlasanglar qo'lingizda dog'i chiqib qoladi. Ko'rayotganingizdek, bu ham yaxshi ko'rinmadi, chunki bu ham Asus oilasiga tegishli model bo'lgani hisobiga bunda ham shu antibakterial korpus bor. Endi boshqa notebook misolida masalan Dell'ni ko'radigan bo'lsak, ushlaganingizda shunaqa shaltaq xunuk bo'lib qoladi. Bu notebookda bunaqa bo'lmaydi. Sababi notebookda antibakterial korpus joylashtirilgani hisobiga ancha-muncha dog'larni o'ziga singdirmaydi. Xo'p, endi notebookimizning to'liq parametrlari bilan tanishib o'tamiz. Laptopimizda AMD Ryzen 5 7430U protsessorlari joylashtirilgan, 6 yadro 12 potok, boshlang'ich gertsi 230 Hz dan max boostda 430 Hz gacha bemalol razgomol oladi. Tezkor xotiralari 8 GB DDR4 3200 chazatadi. Buni bemalol 32 GB va 16 GB gacha bemalol upgrade, ya'ni kuchaytirsanglar bo'ladi. Doimiy xotiralari 512 GB NVMe SSD. Buni ham bemalol budjetinglar ko'targancha kuchaytirsanglar bo'ladi. Video kartalariga keladigan bo'lsak, notebookimizda AMD Radeon video kartalari mavjud. Notebookimiz kimlar uchun to'g'ri keladi? Notebookimiz dasturchilar uchun, kiberxavfsizlik sohasida ishlaydigan mijozlarimiz uchun, boshlang'ich grafik dizaynerlar uchun, o'qituvchilar uchun, buxgalterlar uchun, logistika sohasida ishlaydigan mijozlarimiz uchun to'g'ri keladi. Va men aytib o'tmagan barcha soha vakillariga to'g'ri keladi. Kuchli 3D Max sohalarida ishlaydigan mijozlarimiz va video montaj ishlaydigan mijozlarimizdan tashqari barcha soha vakillari bemalol olib chiqsa bo'ladi. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, $439 qilib beramiz. 12 ta viloyat bo'yicha mutlaqo tekin dastavkalari bor va garantiyalari ham 1 yil ofitsialniy garantiyalari mavjud bo'ladi. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Bemalol kelib xarid qilsanglar ham bo'ladi. Dastavka xizmatimiz ham bor, ya'ni yetkazib berish xizmatimiz ham bor. To'lov oldindan 5% bo'ladi. Zakaz sifatida borgandan keyin notebookni tekshirib qolgan to'lovni qilib berish imkoniyati bor. Albatta dastavka, ya'ni yetkazib berishimiz tekin bo'ladi 12 ta viloyat bo'yicha. Yana bir eng ingichka notebooklardan biri Lenovo IdeaPad 3 Slim variantidan bo'ladi. Sizlar bilan buni ochib qanaqa nima ko'ramiz hozir. Qora kel. Xo'p, endi mana sizlar bilan Lenovo'ni ichidan nima chiqadi degan savolga javob olamiz. Ya'ni Lenovo umumiy brend aytdim. Lenovo IdeaPad 3 Slimning ichidan nima chiqadi degan savollarga javob olamiz video davomida. Xo'p, birinchi o'rinda kabel chiqadi.
zaryadka qilish uchun. Ikkinchi o'rinda notebookni zaryad qildirish uchun Type-C 65 vatli batareykasi chiqadi, to'g'ri, blok tanasi chiqadi. Xo'p, notebookimiz o'zi chiqadi. Va kerakli, keraksiz dokumentatsiyalari chiqadi. Notebookimiz korobkasi o'zi. Xo'p, zaryadkalari ham kerak emas. Notebookimizni qaranglar. Juda ham ixcham, ingichka olib yurgani. Bu notebookimizning displeyi boshqa notebooklarga nisbatan farq qiladi. Boshqa notebooklarda, ya'ni odatiy notebooklarda 15.6 dyuym Full HD IPS displey bo'lsa, bu laptopimizda 15.3 dyuymli WUHGA IPS displeylar joylashtirilgan bo'ladi. Notebookimizning displeyi sal uzunasiga kengroq hisoblanadi. Xo'p, yana qo'shimchalari nimadan iborat? Padseti ekilyatorlari bor. Padseti ekilyatorlaridan ham tashqari laptopimizning protsessori gaming protsessor hisoblanadi. Laptopimiz protsessorlariga keladigan bo'lsak, notebookimizda AMD Ryzen 7 7735H S protsessorlari joylashtirilgan. 8 yadro 16 potok, boshlang'ich gersi 320 Gz dan max boost'i 475 Gz gacha razgom ola oladi. Notebookimiz tezkor xotiralari 8 GB, DDR5 5200 chastotaga ega bo'lgan tezkor xotiralari bor. Buni yana bemalol 16 GB ga va 32 GB gacha bemalol kuchaytirsanglar bo'ladi. Doimiy xotiralari 512 GB li NVMe M.2 SSD. Notebookimizda video kartalari o'zini vstroyniy AMD Radeon video kartalari mavjud. Yana bir qo'shimcha narsa, ancha esimdan chiqib qolibdi. Copilot sun'iy intellektlari bor. Buni bosadigan bo'lsanglar, xuddi ChatGPT ga o'xshagan Microsoft o'zini sun'iy intellektiga olib o'tib ketadi, ya'ni Copilot sun'iy intellektiga olib o'tib ketadi. Notebookimiz kimlar uchun to'g'ri keladi? Notebookimiz professional kiberxavfsizlik sohasida ishlaydigan mijozlarimiz uchun, professional dasturchi, umumiy hamma programmistlar uchun, professional programmistlar uchun, undan tashqari, xo'p, grafika sohalarini endi o'rgangan va o'rta darajada ishlaydigan mijozlarimiz uchun to'g'ri keladi, o'qituvchi, buxgalterlar uchun va o'quvchi studentlar uchun to'g'ri keladi. Va men aytib o'tmagan barcha soha vakillari olib ishlatsa bo'ladi. Shu hozir aytadigan soha vakillarimdan tashqari. Bu notebook qaysi sohalar uchun mo'ljallanmagan? Kuchli grafikali o'yinlar uchun umuman mo'ljallanmagan, kuchli montajlar uchun umuman mo'ljallanmagan, ya'ni After Effects, Premiere Pro, DaVinci dasturlarida umuman bu notebook to'g'ri kelmaydi. Gaming notebook olishinglar kerak. Video davomida gaming notebooklarda ham obzor bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari professional 3D renderinglarga umuman bo'lmaydi. Ya'ni 3D Max, Blender sohalari uchun notebook to'g'ri kelmaydi. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, notebookimizning narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun, bizni obuna bo'lib kuzatayotgan mijozlarimiz uchun $549 qilib beramiz. Albatta, bu videodagi notebooklar va boshqa videolarimizdagi notebooklarda hammasiga bonuslar bor. Qachonki sizlar YouTube'dan ko'rib chiqdim deb aytadigan bo'lsanglar, albatta sotuvchilarimiz va adminlarimiz sizlarga bonuslarni qilib beradi. Xo'p, notebookimiz non-aktiv holatda yoqib bo'lmaydi, ya'ni non-aktiv bo'lgani hisobiga. Shuning uchun to'liq parametrlarini aytib o'tib ketdim. Kimga yana men aytmagan informatsiyalar qiziq bo'lsa, ya'ni hozir sizlarga qiziq bo'lgan informatsiyalar, lekin men u informatsiyani aytmagan bo'lsam, bemalol shu yerda nomerlar qoldirib qo'yaman, adminlarimiz orqali bemalol bog'lanib, informatsiya o'zingizlarga qiziqtirgan informatsiyalarni olsanglar bo'ladi. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Notebookimizning ham garantiyasi 1 yil, 12 ta viloyat bo'yicha mutlaqo tekin dastavkalari ham bor. Obzorimizdagi 3-modelimiz HP Victus 15 variantidan bo'ladi. Bu nimaga ochadi deb savol beradigan bo'lsanglar, o'zi notebook ochilmi yopimi вообще farqi yo'q. Muhimi non-aktiv bo'lsa bo'ldi. Ochilganning sababi Telegram kanalimizga rasmga olib qo'yamiz. Har bitta notebookda shuna hisobiga bu ochilgan. Telegram kanalimizga o'tib oladigan bo'lsanglar, YouTube'ga nisbatan tezroq boxabar bo'lishingiz mumkin. Narxlar bilan, to'liq konfiguratsiya, qanaqa notebook keldi, shu informatsiyalar to'liq Telegram kanalimizda bo'lib o'tadi va pricelar tashlanadi. Bemalol boxabar bo'lsanglar bo'ladi. Xo'p, HP Victus ichidan nimalar chiqadi? Birinchi o'rinda notebookda o'zi Victus modeli chiqadi. Keyingi o'rinda bir tiyinga qimmat informatsiyalar to'plangan dokumentatsiya chiqadi. Va 180 vatli blok tanasi va Yevropa uchun mo'ljallangan kabel chiqadi. Blok tanasi ham mana shunaqa 180 vatli bo'ladi. Bu bizga kerak emas. Bizga notebookimiz o'zi kerak. Notebookimizni o'zini ochib hozir ko'ramiz. Notebookimizni qaranglar. Obzorimizdagi 4-modelimiz Lenovo IdeaPad 5 X360, ikkitasi bittada bo'lgan modelimiz, ya'ni ikkitasi nimaga bittada bo'lgan, ham notebook qilib ishlatsanglar bo'ladi, ham
planshet qilib ishlatsanglar bo'ladigan model. Bu Lenovo'ni ichidan nimalar chiqishini ko'ramiz. Zaryadkasi chiqadi 65 wattlik. Zaryadkasi uchun kabeli chiqadi. Alohida bizga kerak emas. Notebookimizni o'zi va kerakli dokumentatsiyalari kelib chiqadi. Notebookimiz qanaqa? Juda ham premium notebooklardan biri. 2026-yildagi top 10 ta premium notebooklar orasiga kirgan notebooklardan biri bo'ladi. Xo'p, ikkitasi bitta deb aytib o'tib ketdim. Endi bu qanday ishlashini sizlarga tushuntirib beraman. Mana bu notebook holatida turibdi. Endi buni biz aylantiradigan bo'lsak, planshet holatiga o'tadi. Bemalol planshet qilib ishlatish imkoniyati bu notebookni sotib olgan mijozimizda paydo bo'ladi. Notebookimizni to'liq konfiguratsiyalari bilan birin-ketin tanishib o'tib ketamiz. Notebookimiz to'liq masof ust korpuslari metallический korpus bilan jihozlangan, ichki korpuslari premium plastmassa bilan jihozlangan. Juda ham premium plastmassalardan ishlatilgan. 14 dyuymli Full HD IPS touch screen displeylari joylashtirilgan. Qo'shimchasiga to'liq подсветка kilolari bor va rusifikatsiya bo'lgan. Undan tashqari kapillyatsion intellektlari bor. Akustika sistemalari to'liq Dolby audio akustika sistemasi bilan jihozlangan bo'ladi. Endi to'liq parametrlari bilan tanishib o'tib ketamiz. Notebookimizda Intel Core Ultra 5 225U protsessorlari joylashtirilgan. 12 yadr 14 potok, boshlang'ich gersi 1.30 Hz, ya'ni 1.3 Hz dan max boost 4.8 Hz gacha razgomol oladi. Tezkor xotiralari LP DDR5, ya'ni bu boost qilingan tezkor xotira hisoblanadi. 8 GB 7,5 ming chastotaga ega bo'lgan tezkor xotiralari bor. Ya'ni odatiy notebooklarga nisbatan buni tezkor xotirasini chastotasi tezligi 2 barobar tez degani. Doimiy xotiralari 512 GB NVMe SSD. Notebookimiz o'zining встроенный Intel grafik video kartalari ham mavjud, ya'ni bu встроенный video karta hisoblanadi. Bu notebookimiz kimlar uchun to'g'ri keladi? Professional programmistlar uchun, professional kiberxavfsizlik sohasida ishlaydigan mijozlarimiz uchun, undan tashqari sun'iy intellekt sohalarida ishlaydigan mijozlarimiz uchun, o'qituvchilar, studentlar, logistika sohasida ishlaydigan mijozlarimiz uchun to'g'ri keladi va buxgalterlar uchun ham notebookimizni tavsiya berib qolamiz. Yana kim shunaqa X360 notebookga qiziqadigan bo'lsa, planshet qilib ishlatishga qiziqadigan bo'lsa, notebookimizni shu insonlarga ham tavsiya beramiz. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, $579 qilib beramiz. Albatta bu xudo xolasa eng hamyonbop narxlarda, eng optim narxlarda bo'ladi. 12 ta viloyat bo'yicha mutoqat tekin dastavkalari bor. Albatta buyurtma beradigan bo'lsanglar, programmalarni ham sizlar uchun to'liq sozlab beramiz. Obzorimizdagi keyingi modelimiz HP 15 touch screen variantidan bo'ladi. Ya'ni bu notebookimiz ekrani sensorli. Sizlar bilan hozir unboxing qilamiz. Hop. Sizlarga HP ichidan nimalar chiqishini bunda ham bitta ko'rib olamiz. Birinchi o'rinda notebookimiz o'zi chiqadi. Ikkinchi o'rinda original kabeli va zaryadkasi kelib chiqadi 65 wattlik. Uchinchi o'rinda shunaqa dokumentatsiyasi kelib chiqadi. Ko'pchilik buning ichida qanaqadir sekretli narsa bor deb o'ylaydi. HP'da olgan mijozlarimiz ham buning ichini ochib ko'rishmaydi. Mana sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, hozir ochib ko'ramiz. Ichidan nima chiqadi? Xo'p. Ichini hozir ochamiz. Iloji boricha akkuratliroq ochyapmiz, sababi bu notebookimizni oladigan mijozimiz noto'g'ri tushunmasligi uchun. Ichidan shunaqa keraksiz notebookni ishlatish bo'yicha dokumentatsiyalar kelib chiqadi. Notebookni ishlatish to'g'risida ham emas bu. Ko'pchilik noto'g'ri tushunyapti. Notebookni ishlatish bo'yicha desam, notebookni yoqish, o'chirish, shunaqa informatsiyalar kelib chiqadi. Jam muhim informatsiyalar o'z aslida bu dokumentatsiyaning ichida bo'lmaydi. Notebookimizda to'liq korpuslari premium plastmassadan foydalanilgan. Ichki tagi to'liq korpuslari to'liq premium plastmassadan foydalanilgan bo'ladi. Qo'shimchalarga keladigan bo'lsak, xo'p, notebookimizda katta qo'shimchalar yo'q, kapillyatsion intellekti bor. Eng katta boshqa HP lardan farq qiladigan joyi notebookimiz ekrani sensorli bo'ladi. Touch screen display bilan jihozlangan bo'ladi. Endi sizlar bilan to'liq parametrlari bilan tanishib o'tamiz. AMD Ryzen 5 7520U protsessorlari joylashtirilgan, 4 yadr 8 potok,
Boshlang'ich gersi 208 Hz dan Max Boostda 430, ya'ni 403 Hz gacha bemalol razgom ola oladi. Tezkor xotiralariga keladigan bo'lsak, 8 GB li DDR5 4800 chastotada bo'ladi. Doimiy xotiralari 1 TB li NVMe SSD. Xotirlarni ham kuchaytirishga hojat yo'q. Video kartalariga keladigan bo'lsak, o'zini stroniy AMD Radeon video kartalari bor. Notebookimiz kimlar uchun to'g'ri keladi? Programmistlar uchun, kiberxavfsizlik sohalarida ishlaydigan mijozlarimiz uchun, o'qituvchi, studentlar uchun, buxgalterlar uchun eng ideal variantlardan biri, sababi xotirasi katta, qulaylik qilingan, ya'ni ekrani sensor. Shuni hisobiga men buxgalterlarga va kompyuterda ishlatadigan ofis xodimlari uchun tavsiya beraman. O'qituvchilar, studentlar uchun ham eng ideal tanlovlardan biri. Ya'ni bu notebookimiz kimlar uchun to'g'ri keladi? Men aytib o'tmagan barcha soha vakillari uchun to'g'ri keladi. Notebookimizda faqat 3-4 ta soha vakillari ishlata olmaydi. Ya'ni katta render qiladigan video montajyorlarga notebookimiz to'g'ri kelmaydi. Katta render qiladigan 3D Max ishlaydiganlarga to'g'ri kelmaydi. Katta grafikali o'yinlarda o'ynaydigan mijozlarimiz uchun to'g'ri kelmaydi. Shu aytib o'tgan soha vakillaridan tashqari barcha soha vakillari uchun notebookimiz birdek to'g'ri keladi. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, notebookimiz narxini $499 qilib beramiz. Albatta, bonuslar mavjud. Agar YouTubedan ko'rib chiqadigan bo'lsanglar, 12 ta viloyat bo'yicha dastavkalarni ham mutlaqo tekinga qilib beramiz. Notebookimizni ham sizlar uchun qo'yamiz. Obzorimizdagi programmistlar uchun eng ideal tanlovlardan biri bo'lgan Asus ExpertBook modeli nimaligini video davomida hozir ko'rib o'tamiz unboxingdan keyin. Asusda hamma modellari shunaqa, ichidan to'g'ri, umumiy hamma notebooklar shunaqa, ichidan bir xil dokumentatsiya chiqadi, zaryadkasi chiqadi, notebookda o'zi chiqadi. Shuning uchun bu notebookimizni korobkasini olib qo'yib turamiz. Notebookimiz haqiqiy skromniylikda yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun to'g'ri keladi. Notebookimizda to'liq qo'lli korpuslari premium plastmassa bo'ladi. Qo'shimchalarga keladigan bo'lsak, notebookimizda xavfsizlik tizimiga ham juda ham yaxshi qaralgan, sababi notebookimizda barmoq izi skaneri bor va kopilot sun'iy intellektga olib o'tuvchi knopkalari joylashtirilgan bo'ladi. Ekran dyumlari 15.6, ya'ni displey dyumlari 15.6 dyumli Full HD IPS displeylari joylashtirilgan bo'ladi. To'liq parametrlarga keladigan bo'lsak, ya'ni konfiguratsiyalari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, laptopimizda AMD Ryzen 5 7535H S protsessorlari joylashtirilgan, 6 yadro 12 potok, boshlang'ich gersi 330 Hz, ya'ni 303 Hz dan Max Boostda 450 Hz gacha razgom ola oladigan gaming protsessorlardan foydalanilgan bo'ladi. Doimiy xotiralari 512 GB li NVMe SSD, tezkor xotiralari esa DDR5 8 GB li tezkor xotirlardan foydalanilgan. Video kartalari o'zini stroniy AMD Radeon video kartalari mavjud. Notebookimiz kimlar uchun to'g'ri keladi? Kiberxavfsizlik sohalarida professional ishlamoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun, dasturchilik sohalarini o'rganib professional ishlaydigan mijozlarimiz uchun to'g'ri keladi. O'qituvchi, studentlar uchun, bundan tashqari shunaqa skromniy notebooklarni yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun to'g'ri keladi. Notebookimiz yana men aytib o'tmagan hamma soha vakillari uchun birdek tushadi. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsam, notebookimiz narxini juda ham zo'r narxda, optim narxda $479 qilib beramiz. 12 ta viloyat bo'yicha mutlaqo tekin dastavkalari bor. Bemalol ikkilanmasdan buyurtma bersanglar bo'ladi. Notebookimizni ham sizlar uchun qo'yamiz. Bugungi video obzorimiz yakunlab beradigan model HP Victus 15 modelidan bo'ladi. Notebookimiz Ryzen 9 8000 protsessoriga ega, 16 GB li tezkor xotira, 512 GB li doimiy xotira, 4060 video karta bilan jihozlangan, lekin gaming notebooklar orasida eng hamyonbop bo'lib turgan va 2026-yilda sotilish bo'yicha birinchi o'ringa chiqqan gaming notebooklardan biri. Shuning uchun bu obzorimizga ham qo'shishga qaror qildik. Sizlar bilan buni hozir unboxing qilamiz. Hop. Ketgan. $950 turadigan notebookning ichidan nimalar chiqadi? Hozir ko'ramiz. Birinchi o'rinda 180 vatlik zaryadkasi chiqadi. Zaryadkani tok bilan ta'minlash uchun, to'g'ri tok bilan ulanish uchun kabeli chiqadi. SNG uchun mo'ljallangan. Notebookimiz o'zi kelib chiqadi va hali ochib ko'rgan qog'oz dokumentatsiyamiz kelib chiqadi. Hamma HP modellarida bir xil dokumentatsiya chiqadi. Shuning uchun bu qiziq emas bizga. Notebookimizni o'zini ochib ko'ramiz. Notebookimizni qaranglar.
boshqa Victuslardan hech qanday farqi yo'q. Korpus jihatidan, funksiya jihatidan hech qanday farqi yo'q, faqat parametr jihatidan farqi bo'ladi. Bu HP Victusning eng oxirgi modeli. Ryzen 9 8000 protsessoriga ega bo'lgan model hisoblanadi. Xo'p, qo'shimchalarga keladigan bo'lsak, notebookimizda PCI keluvchilar bor. Copilot sun'iy intellekti bor, 15.6 dyuymli Full HD IPS 144 Hz displey bor. Endi to'liq parametrlari bilan tanishib o'tamiz. Bu notebookimizda AMD Ryzen 9 8945HS protsessorlari joylashtirilgan. 8 yadro 16 potok, boshlang'ich Hz 4.0 Hz dan, ya'ni 4 Hz dan max boostda 520, ya'ni 502 Hz gacha bemalol razgom ola oladi. Tezkor xotiralariga keladigan bo'lsak, DDR5 16 GB 4800 chastotaga ega bo'lgan tezkor xotiralari bor. Buni bemalol yana 32 GB gacha kuchaytirsanglar bo'ladi. Doimiy xotiralari 512 GB NVMe SSD, video kartalari Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB video kartalari bor. Video kartasi ham naqd ikkita. Birinchi video kartasi AMD Radeon ekonom ishlash uchun, ikkinchi video kartasi Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB professional ishlash uchun va professional gaming uchun mo'ljallangan video kartasi joylashtirilgan. Bu notebookimiz kimlar uchun to'g'ri keladi? Professional programmistlar uchun, professional motion dasturlarida ishlaydigan mijozlarimiz uchun, professional 3D Max'da ishlab o'rgan ekan mijozlarimiz uchun, professional kiberxavfsizlik sohadagilar uchun va barcha soha vakillari uchun to'g'ri keladi. O'qituvchi, student, logistika sohasida ishlaydigan mijozlarimiz uchun, targetologlar uchun, SMMchilar uchun hamma sohaga birdek to'g'ri keladi. Hamma sohaga birdek tushib ketadi. Nima ish qildiradigan bo'lsanglar ham hamma ishlarni xudo xolasa bemalol qilib bera oladigan notebook hisoblanadi. Parametrni ham ko'rdinglar, o'zingizlar Ryzen 9 8000 protsessor, bu degani уже hamma sohada ishlay oladi degani. Notebookimizda video karta ham 8 GB bo'lgan hisobiga 3D Max'da ham, motion grafikada ham barcha video montaj sohalari uchun bemalol mos keladi. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, $955 bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa eng hamyonbop narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi. O'zi aslida biz savdogarlarga, ya'ni B2B segmentga xizmat ko'rsatadigan magazinimiz, lekin bu narxlarda bemalol donaga ham xarid qilsanglar bo'ladi. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Yetkazib berish xizmatlarimizdan foydalanishingiz ham bo'ladi va manzilimizga kelib xarid qilish imkoniyati ham sizda mavjud bo'ladi. Manzilimiz Andijon shahri 2-mikrorayon Mashhad ko'chasi 245-uyda joylashgan. Sizlarga muhim bir narsani aytib qo'yaman. Bizni nomimizdan foydalanib, bizni Telegramdagi animatsiyalarimizdan foydalanib, bir xil adinkarni bir xil kanal yasab, mashinachilik qilayotgan har xil odamlar ham bor qo'shnilar ichidagi. Shuning uchun ogohlantirib o'taman. Bizni yagona bitta dona Telegram kanalimiz bor. Opsiyatsiyaga qoldirib qo'ygan Telegram kanal o'zimiz Telegram kanal, notebook olami username kanalimiz mavjud. Va opsiyatsiyaga ham qoldirib qo'yganmiz. Undan tashqari video montajyorimiz shu yerda ham chiqarib ketadi. Shu Telegramdan tashqari boshqa Telegram kanallar bizni Telegram kanalimizning nomi laptop bo'lgani bilan va boshqa store bo'lgani bilan bizni Telegramimiz emas. Bugungi video roligimizda ko'pchilik mijozlarimiz kommentariyaga yozgan yangi notebooklarni obzor qilib o'tdik. Albatta, qaysi notebook sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa yoki informatsiya olmoqchi bo'lsanglar, bemalol adminlarimiz orqali informatsiyalarni olsanglar bo'ladi. Videolarimiz an'anasiga muvofiq sizlarga sovg'a berishim kerak. Shuning uchun shu sovg'ani xudo xolasa qo'yamiz. Bemalol shu sovg'amizni har doimgidek shartlar bilan yutolsanglar bo'ladi. Ya'ni video davomida har xil harflar chiqadi. Harflarni to'plab kommentariyaga yozib qo'ysanglar bo'ldi. Ya'ni harflarni to'plasanglar video oxirigacha ko'rib bitta so'z paydo bo'ladi. Shuni kommentariyaga kim birinchi yozib qo'ysa, shu mijozimizga shu kunlarda topshiramiz. Bizda endilikda notebooklardan tashqari iPadlarimiz ham bor. Xudo xolasa, в наличии hozir yana iPadlarimiz kelyapti. Hozir turganlari iPad A16 hamda iPad M2 Air modellaridan bor. Albatta biz eng ideal, eng o'zimizga ravo ko'rgan notebooklarda va iPadlarni sotamiz. Shuni hisobiga ikkalasi ham eng ideal holatda, ikkalasining ham korobka dokumenti bor. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol Telegramlarimizga murojaat qilib, narxlarni bilsanglar bo'ladi. Narxlarni aytib o'tib ketaman. iPad A16 ning narxini YouTube'ga obuna bo'lgan mijozlarimiz uchun eng hamyonbop narxda $275 ga xarid qilsanglar bo'ladi. 98 yomkisda. Xudo xolasa yana iPadlarimiz kirib kelyapti. Ularni ham agar sizlarga qiziq bo'lsa, iPadlar ham YouTube kanalimizga qo'shishga harakat qilamiz. $275 128 GB xotira, 98 yomkisda, 91 yomkisda M2 Air 11 holatlari ideal tiniq holati. Bunimizning narxi $435 chiqadi. Bemalol ikkalasini ham xarid qilsanglar bo'ladi. Korobka dokumentlari bor. Sizlar bilan muloqot salam bo'ldi. Sizlar laptop kanalida bo'ldinglar. Har doim sog'-salomat bo'linglar. Xudo xolasa notebook narxlarini o'tkazib olmaslik uchun, hamyonbop notebooklarni xarid qilish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsanglar, xudo xolasa sizlardan xursand bo'lamiz. Mehnatimizni qadrlayotganinglar uchun sog'-salomat bo'linglar.